Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Sharof Rashidov tumani axborot kutubxona markazi bugun 9 fevral. Buyuk mutafakkir, g'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy bobomiz tavalludining 585 yilligi munosabati bilan 60-ixtisoslashtirilgan maktab hamda Muruvvat uyida ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbir davomida Alisher Navoiyning boy adabiy merosi, insonparvarlik g'oyalari, mehr-oqibat va muruvvatni ulug'lovchi asarlari haqida so'z yuritildi. O'quvchilar tomonidan buyuk bobomiz g'azallarini ifodali o'qildi. Sahna ko'rinishlar va she'riy chiqishlar namoyish etildi. Ushbu uchrashuv Muruvvat uyi tarbiyalanuvchilari uchun quvonch va iliq kayfiyat baxsh etdi. Tadbir yoshlarda milliy qadriyatimizga hurmat, buyuk ajdodlarimiz merosiga sadoqat tuyg'ularini mustahkamladi. Alisher Navoiy xalqimiz ma'naviyatining yuksak timsoli, uning bebaho merosi avlodlar qalbida mangu yashaydi. Aziz kitobxonlar, bizni kuzatib borishda davom eting.